Endi ana mevani kamaytirish bo'yicha qarang, shoptolida yana qoidasi, kesish qoidasi har yili 1 yoshli novda beradi. Har yil. Har yili 1 yoshli o'sadi, meva organik chiqarib olasiz, yangi chiqqandan meva olasiz. Shaftolida. Ha, bu shoptolini o'zini shunaqa meva berish xususiyati. Harakat qilyapsiz. Ha, shularning yonida mana meva. Endi qarab turing. Sizlar skeletni tanlashinglar kerak. Mana sizlar to'rga kiyib qo'ygansizlar, men aytayman, mana shu bitta dona bo'lganda sizlarning skeletingiz shu bo'ladi. Ona shoxi shu, bizri shu. Yoki 5 ga 3 to'g'ri sxemada ekkaningizda vaza yo bir katalon vazasini, bir kosasini usul qiladi. Misol. Ve o'sha yerda ham bizda qalin shoxlar bo'ladi va qalin shoxdan chiqadigan har yili 1 yoshli novdalardan meva oladi. Kelimasini qaytarib kesadi. Sizlarda hozir bu yerda qanaqadir bir usul yo'q. Kimni qaysida bitta shoxga 4 ta qaydi, 3 ta. Bitta video bor, men ko'rsataman. Shu katalon vazasi degan usulda shoxtoli qilingan. 4 ta shox chiqadi. 1 2 3 4 ta. 2,5-3 metrgacha. Endi o'zingizga qarab moslayverasiz, imkoniyatingizga qarab va yonidagi shoxlarini qo'yib turib, keyin mevasini kamaytirib